Uchrashuv bosh hakami sifatida ishlaydi bugun. U hushtakini chaldi, o'yin start oldi. Jamoalarga omad tilaymiz. 10-rakam yuqoridan to'pni yetkazib berdi. Zarba sal qoldi. Hujumda foul deb e'lon qilinyapti uchrashuv hakami tomonidan. Bu yerda boshi bilan zarba berdi. O'sha vaziyatni ko'ramiz. Mana yaxshi joy tanlagan ekan. Qoida qayerda buzildi? Jamoa Qizilqumga 0-2 hisobda yutqazgan. Mo'min Murtazoyev jarima uchasiga 1-1 kirib bordi va gol urdi do'stlar. Mash'al gol urdi, hakam o'yindan tashqari holat deb e'lon qildi. Erta yakunlab qo'ygisi kelmaydi hakamlarni. O'yindan tashqari holat bor ekan. Bu yerda menimcha bosh hakam ham, yordamchi hakam ham ofsayd ekanligini bilib turgandi, faqat oxirigacha vaziyat Xolmatov bilan o'ynaydi. Katta ehtimol yo'q. Endi to'pni tashladi unga. Umar Atkamzoda ochildi, zo'r. Kirib bordi, zarba berdi. Xavfli bo'ldi, sal noriga ketdi. Atkamzoda Ziyanovga mana bu tomonda jiddiyroq. Ziyanov ichkariga pas berdi. Glazava bilasizmi, o'tgan yil ham o'ynagandim, Qo'qonda. Yaxshi legioner bo'lganligi uchun olib qolingandi. Shota Glazava hozir esa Ziyanov Qolmatov darvoza tomonga tepdi, to'p darvozaga aniq bormadi. Darvoza zo'r pas berdi. Lekin himoyachi to'pni kutib oldi. Shohmalik Komilov o'sha epizodda juda yengil harakat qildi, ishonch bilan o'ynadi. Mana bu yerda o'yindan tashqari holat yo'q, hisob ochilishi mumkin, lekin hozir Said-Azamat Mirsaidov foydalana olmadi. Epizod qanday bo'lganligini, mash'al o'yinchisidan to'p bordi. Mana shu joyda mash'alning 2 nafar futbolchisi bir-biri bilan ligada. Hozir jarima uchasiga to'p yetkazib berildi. Gol! Navoxor nihoyat hisobda oldinga chiqib oldi. Diyor Xolmatov deyarli bo'sh darvozaga to'pni to'g'rilab qo'ydi. Bu safar darvozabon tashlanib to'pga ulgurmadi. Xolmatov esa o'z nomiga gol yozib qo'ydi. Hamma tabriklab chiqyapti Diyor Xolmatovni. Mana bu yerda Said-Azamat Mirsaidov to'pni Muhammad Ali Usmonovga yetkazdi. U jarima maydonchasiga yetkazib berdi. 3 ta himoyachi va darvozabondan to'p o'tib ketyapti. Usmonov shu darajada aqlli pas berdiki, mana o'zi tavakkalmi yoki bu o'ylangan chizmami? Endi baribir shu darajada ediki, himoyachi va darvozabonni katta aybi bor bu yerda. Ayniqsa himoyachilar. Marat Hamzoda ketdi. Xolmatov Diyor pas berdi. Athamzoda qarsida himoyachi nima qiladi? Aldamoqchi. Qarang, mana shunday o'tib ketyapti. Juda o'ziga ko'p ishonyapti va 2-0. Muhammad Ali Usmonov farqni oshirdi. Bu golni yuzaga kelishida, mana shu golni vujudga kelishida Umar Athamzodaning o'rni katta. Aldab keyin kirib bordi. Hozir ko'ramiz o'sha vaziyatni. Hozir bergan tarif mana. Qarang, ikkita o'yinchi ulardan tezlikda o'tib ketib, o'zini menimcha uni hisobiga ham yozilishi mumkin edi. To'p darvozaga tushayotgandi ham edi, lekin katta ehtimol himoyachi qaytarib yuborishi ham mumkin edi. Shuning uchun ehtimolga qarshi Usmonov to'pni darvozaga tepib kiritib qo'ydi. Muhammad Ali Usmonov hisobiga yozildi bu gol. Mana. Balki chiqib ketishi ham mumkin ekan. Shu rakurs buni to'liq ko'rsatyapti. Muhammad Ali Usmonov to'pni shu tarzda mixladida joyida. Shohmalik Komilov ham ana shunday o'yinchilardan biri. Shohmalik Komilov 2002-yilda tug'ilgan. Zabihullo zarba berdi, darvozabon to'pni egalladi. Boshqa klublarda o'ynab, yana baribir muborakka qaytgan yigitlar ham bordi. Mash'al tarbiyachilari jamoada ko'p. Buxordan hujum, bu zarba juda xavfli. Nuriddin Nurdinov bor, Mash'alda o'yinni kuchaytirish mumkin. O'zi keling zaxira o'yinchilar bilan tanishtirib o'taylik, ikkala jamoani ham.
O'zi aytib ham bo'ldim, deyarli ba'zi o'yinchilar qoldi. Men kuchliroq o'yinchilarni aytdim va mash'al gol urdi bu orada, hisob qisqardi. Mash'al gol urdi bu orada. Kuchli zarba, darvozaning uzoq burchagini Mash'al legioner futbolchisi ishg'ol etib qaytyapti, do'stlar. Vlatko hozir gol urdi. Do'stlar, e'tibor bering mana bu tarzda. Vlatko deyarli 15 metrlardan mana xo'p, jarima maydonchasi tashqarisida himoyani qabul qildi. Himoyachidan to'p Vlatkoga bordi. 2022dan Navbahorga kelgunga qadar 82 ta o'yinda 16 ta gol urgan. Demak, hozir yaxshi vaziyat. Hujum davom etyapti yana. Yana pas. Navbahor futbolchilari ofsaydda ekan. Yaxshi yurish qildi hozir Navbahor futbolchilari gol kiritishning juda ham ajoyib imkoniyat. Jiyana ulgurmadi. Lekin hali hujum davom etadi. Yana bir uzatma, himoyachi qaytardi. Mana qarang, oldinroq berish kerak edi va berganda ham shunaqa beradimi? Ziyanov va u darvozabon bilasiz. Zafarbek Rahimjonov bor, Shohruxbek Abdurahmonov bor, Isoxon Musoxonov bor. Hozir Navbahorning keyingi hujumi chapdan pas. Xolmatov yana pas. Zo'r zarba, darvozabon qaytardi. Ajoyib. Xolmatov yetib borganligini ko'rib to'xtadi. Lekin bitta himoyachini yopib turibdi. Xolmatovdan uzatma zarba. Darvozabon a'lo darajada harakat qildi hozir. Jigiriniya bu uchrashuvda birinchi taymda ham bir marta juda xavfli zarba bergandi. Bunisida aniq to'sin ostiga. Xo'p. Jigiriniyaga to'p bormadi, lekin u jarima maydonchasida yana uning yo'nalishiga to'p keldi va Benjamin Tedi. Dinamani bizda Navbahorning hujumi. Yaxshi uzatma, golmi? Bu uzatma hujum va Ruslandan gol ko'rishimizga ozgina qoldi. Jiyanov. Ruslan bitta o'yinchidan o'tdi. Keyin uzatma emas, bu ayyorona zarba. Mana qarang. Oppa. Tribila amalga oshirdi. Uning yordamida Atqamzoda to'pni egalladi. Navbahorning jiddiy hujumi. Ruslanbek Jiyanov. Sal qoldi lekin. Oppa. To'sin ustida mana to'rda aylanyapti. Shuning uchun rasmiy ma'lumot ham emas bu klub tomonidan. Igor Surov sog'lig'i bilan hozir zarba yo'llandi. Uzoq burchakka noaniq ketdi. Fernandesh ijrosida edi bu zarba. Hakam qo'shib beradimi yo'qmi? Chalib qo'ya qoldi hakam. Bo'ldi, o'yin tugadi. Navbahor qiyin g'alabani qo'lga kiritdi. Jamoa raqibni 2-1 hisobida yengdi. Kapatzi mana minnatdorchilik bildirdi raqib murabbiyiga, hamkasbiga o'yin uchun.